Assalomu alaykum kanal muxlislari, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan birgalikda xamiri og'izda eriydigan qarsildoq qatlamali patir tayyorlaymiz. Ushbu patirga ko'k piyoz hamda brinza solib ko'rsatib beraman. Marhamat, tomosha qiling. Chuqur idishimizga 200 ml iliq sut hamda 200 ml iliq suv quyib olamiz. 1 choy qoshiqda shakar qo'shamiz, aralashtirib olamiz. Bundan tashqari bizga quruq xamir turish kerak bo'ladi. 1 choy qoshiqda qo'shib olamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. 4-5 minutga ustini yopib qo'yamiz. Bundan tashqari bizga bitta tuxum kerak bo'ladi. Tuxumni iloji bo'lsa yarim soat, 1 soat oldin xolodilnikdan olib qo'yinglar. Bitta tuxumni olib chaqamiz, oqini xamir masallig'iga qo'shib olamiz. Sarig'ini olib qo'yib turamiz. Bundan tashqari bizga 50 ml yog' kerak bo'ladi. O'sha ro'zg'orda ishlatiladigan yog'dan qo'shamiz. 2 choy qoshiq tuz qo'shamiz. Yana ko'ringlar, ushbu masallig'imiz 1 osh qoshiq tuzni ham ko'taradi. Nonni tuzi past bo'lsa, yeyishli chiqmaydi. Shuning uchun harakat qilamiz tuzni me'yorida solishga. Mana endi o'zingizlar ko'rdinglar, un solamiz, xamir qorishni boshlaymiz. Unni bo'lib solib xamir qoramiz. Juda ham qattiq xamir bo'lib ketmasin, yumshoqqina xamir qorib olamiz. 640-650 gram un ketadi, plus minusi bilan. Tuxumni katta kichikligi ham qaraladi. Xamirga yaxshilab ishlov berib olganimizdan keyin xamirni bo'laklarga bo'lamiz. Oshirishga olib qo'ymaymiz. Demak, mana hozir xamirni 6 bo'lakga bo'lamiz. Men hammasini gramda o'lchab tenglashtirib olishga harakat qildim. Shunda 187-189 gramdan bo'ldi. Dumaloq shakl berib zuvalachalar tayyorlab olamiz. Laganga terib, xamirni ustini yopib, 10 minut, 15 minut tindirib olamiz. Tingandan keyin bu zuvalachalarni yoyishga o'tamiz. Shuning uchun albatta 10 minut, 15 minut tinib olishi kerak. Yoyish qulay bo'lishi uchun. Bizga yana ko'k piyoz kerak bo'ladi. Boya etib o'tdim. Ko'k piyozni yuvib, mayda qilib to'g'rab olamiz. Bugun sizlar bilan ikkita patir tayyorlaymiz. Ana shunga bir bog' ko'k piyoz yetib beradi. Piyoz ishi oson, bir pasda tayyor bo'ladi. Bundan tashqari bizga yumshatilgan sariyog' kerak bo'ladi. Yaxshilab yumshatilgan bo'lishi kerak. 15 minut vaqt o'tdi. Zuvalachalardan bittadan olib yoyishga o'tamiz. Zuvalachani unlab olamiz. Qo'limizda dumaloq shakl berib ochib olamiz. Avval jova yordamida yoyib olamiz. Shundan so'ng o'qlov yordamida yaxshilab katta qilib ochib olamiz. Bugun sizlar bilan birgalikda ikkita qatlama patir tayyorlaymiz. Bitta patir uchun 3 ta zuvalachani yoyib olishimiz kerak. Xohishga ko'ra men ko'rsatgan masalliqlarni yarmini ishlatib turib, bitta patir tayyorlab ko'rsanglar bo'ladi. Bu qatlama patir juda ham to'yimli, mazali, xamiri og'izda eriydigan chiqadi. Birinchi zuvalachani yoyib tayyorlab oldik. Mana yaxshilab un sepamiz. Xamirni taxlab olib qo'yamiz. Har taxlaganimizda ham un sepib, taxlimizni xamir yopishib qolmasligi uchun. Mana endi chetga olib qo'yamiz. Keyingi zuvalachalarni yoyib tayyorlab olamiz. Mana 3 tasini tayyorlab oldim. Bundan bitta patir tayyor bo'ladi. Birinchi yoyib olgan xamirni olamiz, chunki u qazib qolmasin, xamir yopishib qolmasligi uchun birinchisini oldin yog'lab olamiz. Yumshatilgan sariyog'ni yaxshilab surib olamiz. Xamiri hamma joylariga tegsin. Qarang, agar sariyog' yaxshi yumshamagan bo'lsa, qattiqroq bo'lsa, 15 sekundga mikrovolnovkaga qo'yib olinglar. Shunda sariyog' oson suriladi, yumshoqqina bo'ladi. Sababi men o'zim shuna qildim, yaxshi yumshamadi, 15 sekundga qo'yib oldim. Keyingi xamirimizni mana yog'langan xamirning ustidan joylashtiramiz. Birinchi yoyilgan tegidagi yog'langan xamir sal kichkinaroq ekan. Shuning uchun uni yog'langan xamirni tortsanglar tortiladi, kengayadi. Tortib tenglashtirib oldim xamirni. Mana endi ustidan sariyog' surib chiqamiz. Sariyog'ni xamirni chetlariga ham yaxshilab suringlar. Mana ikkinchi xamirni yog'lab bo'ldik. Endi uchinchi xamirni joylashtiramiz.
uchinchi xamirni ham xuddi shunaqa sariyog' bilan yog'lab chiqamiz. Hozir sizlarga mana xamirni joylashtirib olgandan keyin ko'rsataman. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi xamirimiz. Mana shu ikkita patr xamirlari uchun men 300 gram sariyog' ishlatdim. Boshida aytib o'tdim, ko'k piyozdan tashqari brinza ham orasiga solaman. 150 gram brinza kerak bo'ladi. Xamirni yog'lab olganimizdan keyin brinzani olamiz, maydalab ustidan sepib chiqamiz. Brinzani ko'p joylashtirib yormaymiz, har qartiga maydalab turib joylashtirib chiqamiz. Brinzalarni tayyorlab olganimizdan keyin ko'k piyozni sepamiz. Demak, boyagi to'g'rab olgan ko'k piyozimizni yarmini sepamiz, bu birinchi patr uchun. Mana shundan so'ng xamirni taxlashga o'tamiz. Demak, birinchi mana o'zimiz tomondan ozgina o'rtasigacha buklaymiz. Mana shu buklaganimiz tomonga sariyog'ni suramiz. Yumshatilgan sariyog'ni yaxshilab surib olganimizdan keyin u tarafidan yana buklab olamiz. Lekin mana bu ikkinchi tarafiga sariyog' surilmaydi. Buni mana yana bir marta buklaymiz. Mana xamirni taxlanish jarayonini ko'rib oldinglar. Hozir ham mana shu joyga kelganda qarang, xamirni yarim qismiga sariyog' suramiz. Sababi xamirni yana ikkiga qaytirib turib taxladim. Mana endi ustiga yana ozgina sariyog' surib olamiz va rulet qilib o'rab olamiz. Sariyog'ni juda ko'p berib yormanglar ustiga. Qatlama patirni xamiri tayyor bo'ldi. Hozir endi 20 minutdan yarim soatgacha tindirishga olib qo'yamiz. Mana shu vaqtda qolgan 3 ta zuvalachani yoyib, xuddi shunaqa tayyorlab olamiz. Demak, paketga o'rab qo'yganimizdan keyin 20 minutdan yarim soatgacha turadi. Mana ikkalasini tayyorlab oldim. Hozir birinchi zuvalani olamiz va qatlama patirni yasab olamiz. Shunaqa yumshoqqina bilqillab turibdi. Qo'limizda o'rtasini bosamiz. Bu tarafini o'giramiz. Hozir xamirni o'girganimizdan keyin ozgina un sepamiz va jovada ozgina ochib olamiz. Va yana o'ngiga bu tarafiga o'girib olamiz. Mana endi chiroyli qilib jova yordamida ochib olamiz. Shu tarzda qatlama patirimizni yasab olamiz. Patirni pergament qog'oz solingan duxovka listiga olamiz. Mana shu paytda duxovkalar qizdirib qo'yilgan bo'lishi kerak. Duxovka listiga olgandan keyin nonni o'rtasini chakichlab olamiz, sababi duraja solingan o'rtasi ko'tarilib ketib qoladi. Tuxumni sarig'iga 1 osh qoshiq to'la ro'zg'orda ishlatiladigan yog'dan quyamiz, yaxshilab aralashtiramiz, ustiga surib chiqamiz. Mana shu tuxumli aralashmamiz ikkita patirga bemalol yetib beradi. Men duxovkani 190 gradusga yoqib qo'yganman, duxovka qizib turibdi. Nonni ustidan hozir kunjut sepamiz, duxovkaga joylashtirib, qip-qizil bo'lguncha pishirib olamiz. Hammani duxovkasi har xil. Men o'zimni duxovkam bo'yicha aytaman, 35-40 minutda pishadi. Bu ikkinchi zuvalamiz, ikkinchi patirimiz. Qo'limizda ochib olamiz, mana o'rtasini bosib turib ochib olamiz. O'rtadan chetga qarab turib dumaloq qilib shakl berib olamiz jova yordamida. O'rtasini chakichlab olamiz, tuxum suramiz, kunjut sepamiz va birinchi patir chiqqandan keyin bu ikkinchisini joylashtiramiz. Mana azizlar, birinchi patirimiz pishib chiqdi. Ranglarini ko'ring. Qatlama patirni ranglari ham juda ham chiroyli chiqdi. Hali juda ham issiq ekan. Mana ovozlarini eshityapsizlarmi? Qo'limga olib ko'rsatmoqchi edim. Hali non juda ham issiq ekan. Qaytarib lakanga qo'ydim. Hozir birpas sovisin, sizlarga ushatib ko'rsatib beraman. Ikkinchi qatlama patir ham pishib chiqdi. Mana bunisi ikkinchisi, bu ham qaynoq. Qatlama patirlar biroz sovisin, iliq holatda dasturxonga tortamiz. Mana azizlarim, nonlarimiz tayyor bo'ldi. Ko'rinishini ko'ryapsizlarmi? Yumshoqqina, qavat-qavat mazali qatlama patir. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Boya aytganimdek bitta patirni tayyorlab ko'ringlar, yarim masalliqqa. Afsus qilmaysizlar, o'zingizlarga ham yoqib qoladi. Xamirlari og'izda eriydi. O'zingizlar mana ko'rib turibsizlar, ushlatayotganda ham salga o'ylanib ketadi xamirlari. Shunday qilib azizlarim, tayyorlab ko'ringlar, baho beringlar.
o'z fikrlaringlarni yozib qoldiringlar. Keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha omon bo'linglar. Doim Alloh panohida bo'linglar.